eFootball'dagi eng baland reytingli o'yinchilar videomizda kommentariyasida obunachimiz yozibdi. Meni akkauntimni ko'rib bering, qaysi o'yinchini qayerga qo'yishim kerak deb yozgan ekan. Shuni hozir ko'rib beramiz. Ketdi. Birinchi Druziya tashlaymiz unga. Druziya bas ko'rsak bo'ldi. Shohjahon 03 qilsak ko'rishimiz mumkin. Okey, poyezd qidiramiz. Obunachimizni mana Shohjahon 03, любимый игрок Lionel Messini qo'yib olgan. Kiramiz akkauntiga va bu yerda Romario bor va Messi hammasi joyida turibdi. Faqat Eden Hazardni Lni pozitsiyasiga qo'ysa yana ham yaxshiroq bo'lardi. Himoyadan boshlaymiz. Himoyada Kastakurta turibdi. Kastakurta o'yin kirayida turibdi, lekin Maldinini markazda o'ynagani yaxshiroq chap qanotda o'ynaganidan ko'ra. Maldinini markazga olamiz, Tonini o'rniga Kastakurtani chapga o'tkazamiz. O'ngga esa zahiradan qaraymiz. Zahirada kimlar bor? Zahirasida Kimmich bizga variant bo'ladi yoki Belletti. Kimmichni Kastakurtani o'rniga qo'yamiz yoki Bellettini qo'yishimiz mumkin. Yarim himoyaga Kanteni ko'rdim. N'Golo Kanteni o'rniga Frank Rijkaardni qo'yamiz. Va Beckhamni ham jiddiy tevaroqqa ko'taramiz va apaza qilamiz. Va bu Maradona turolsa, qolganlari joyida turibdi. Yaxshi qolganlari. Zahirada ham ikkinchi taymda Holland tushirib bemalol o'ynashi mumkin. Neymarlar bor, ularni ham Neymarni ham apasiga qo'yib o'ynashi mumkin. Qolgan o'yinchilari Beckenbauer turaveradi, Toni vaqtinchalik zahirada turadi. Shunda tarkib zo'r bo'ladi. Maldini markazda o'tib ketish ehtimolini kamaytiradi o'yinchilarni. Ultra Futbol kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada ko'proq niklaringni yozib ketsanglar, futboldagi shu sizlarda eng ko'p yozganlaringni oralaringdan tanlab olaman va shuni video qilib chiqaman. Kanalga obuna bo'lib, takvosiyasidan chiqmasin. Sizlar bilan Ultra Futbol bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha